qarindoshing bilan bitta sinfda o'qisang nimalar bo'ladi? Senga yoqsa ham, yoqmasa ham bu sinfdoshing, ya'ni qarindoshing bilan bitta partada o'tirishga majbursan. Uni sharofati bilan maktabingda bo'lgan hamma ishlar o'zingdan oldin uyingga yetib boradi. Qarab tur. Dada, assalomu alaykum. Sutni separatordan chiqarsa nima chiqadi? Qaymoq? Qaymog'ingni chiqaraman. Chekyapsan, hayvon. Menimcha u o'zini senga qorovul deb o'ylaydi. Sardor Qaravot. Hov, Darsdan keyin bolalar bilan kompyuter o'ynamasdan to'g'ri uyga borgin. xo'p bo'ladi. Lekin qarindoshing bilan sinfdosh bo'lishni o'ziga yarasha plus tomonlari ham bor. Masalan, u xuddi opang yoki singlingga o'xshab senga mehribonlik qiladi. Qarindoshlik hurmati uchun uyga vazifalar yoki darsdagi topshiriqlarni bajarishda ham qo'ldan kelgancha yordam beradi. Menga qaragin, basharang yorib qo'yaman, tushundingmi? O'nayno, kuching ko'payib qoldimi? Qiz bola bo'lsa ham yoningni oladi. Lekin faqat maktabdagi gaplarni uyingga emas, uyingdagi gaplarni maktabingga ham yashin tezligida yetkazib turadi. Abdumannonov, nega kecha darsga kelmadingiz? Ustoz mazzam bo'lmay qolibdi. Aldavatda ustoz bolalar bilan futbolga boruvdi. Yo'q-e? Hammasi ham mayli, lekin boshqa sinfdosh qizlaringdan rashk qilishi ortiqcha. Men senga nima qildim? Agar yana bir marta Sardor yonni ko'rsam, dabdilingni chiqaraman. Bo'ldi, jonimga tegib ketding. Sen bilan bitta sinfda o'qishdan charchadim. Boshqa sinfga o'taman. O'quvchilar tanishinglar, bu bola bugundan boshlab bizning sinfda o'qiydi.